Assalomu alaykum darvoza va kasasida bugun 10-aprel kechki vaqt men aeroport Pulkoda turibman. Akalarimiz bezak ülkede o'shalarni o'tkazyapmiz. Akalar yana bir temaga to'xtab o'tmoqchiman. Akalar Tojikistondan, O'zbekistondan kelayotgan akalarimiz iltimos Tojikiston fuqarolariga ko'proq bu tegishli. Akalar Rossiyaga kelishda, ya'ni aeroport Pulka uchasizmi, Ufaga uchasizmi, Moskvaga uchasizmi akalar? Dokumentlaringiz to'g'ri bo'lsa ham hozir bular bironta prичина topib qaytarmoqchi. Imminda mana shu masala bugun bo'ldi-da. Ya'ni dokumenti 100% ofitsial ishlab yurgan ularni qaytardi. Nimaga desa bilmayman, telefonni chiqargan, nimadir narsa topgan prичина aytmaydi. O'shancha akalar telefonlaringizni tozalab kelingizlar. Iloji boricha savol javobga tayyor bo'lib kelingizlar. Yana iloji boricha akalar через qazonchingizlar. Hozircha через qazonchingizlar. Kazanda pechatga palsomiydi, savol javob kamroq. Assalomu alaykum darvoza va kasasida Sankt-Peterburgdan Chilamizga ketgan akalarimiz. Brat. Oqil. Mana bittasi, yonatan 3 kishi turibdi, o'tyapti. Bu Smartavida ketadi bular. Kirdi chiqdi akalar. Bemalol murojaat qilingiz. Adreslarimiz улица Dvinka dom 27 korpus birda joylashgan. Tez dokumentlar akalar o'zimiz aeroportga o'tkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum darvoza va kasasida bugun 10-aprel kechki vaqt aeroport bular hammasi kirdi chiqdi ketadi. Mana bu yerda oldi dokumentlarini, ya'ni stok registratsiyadan talonlar hammasini oldi. Hozir bu yoqqa unutib ketadi. Akalarimiz, akalar sizlarda taksilar kutib oladi, olib boradi, olib keladi. Gastnitsa bor akajon. Agar gastnitsaga bora olmasangiz, gastnitsalarga ham olib boradi, keyin aeroportga vaqt qo'yadi. Bu yerda gastnitsa ham bor. Agar vaqt qolsa, boraman. Shuni vaqt kelsa borasiz. Oq yo'l yana akalarimiz va ular o'zimiz kuzatib qo'yadi. Mana akalarimiz aeroflot boshlandi. Bugun 10-aprel, bitta kelyapti, bitta o'tkazamiz. 10-aprel kechki vaqt kirdi chiqdiga Zayezdvoy granitsa o'tkazib olamiz. Turibdi shu yerda. Hozir akalar bemalol darvoza saviya kasasiga murojaat qilaveringizlar. Biz o'zimiz vizakni bo'lsa o'tkazib qo'yamiz. Bu yerda o'zimizda akalarimiz bor. Tuvalada olib borib ochib qo'yadi bez muammo. Biz adreslarimiz улица Dvinka dom 27 korpus birda joylashgan.